O'zbekistondagi eng katta 3 ta aviakompaniyalar haqida eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, men sizga bular haqida ma'lumot beraman. 3-o'rinda ochilganiga hali hech qancha bo'lmagan, lekin hozirgi kunda reyslar soni juda ham ko'p qo'yilayotgan aviakompaniya bu Centrum Air. Hozirgi kunda hamma yo'nalishga reyslari mavjud bo'lib, hattoki Maldiv orollariga ham premyo reyslarni yo'lga qo'ygan. 2-o'rinda esa xususiy bo'lishiga qaramay yaxshi natijalar ko'rsatib kelayotgan Qanot Sharq aviakompaniyasi. Hozirgi kunda 26 dan ko'p yo'nalishlarga reyslar qo'ygan va ularning ichida charter reyslari ham mavjud. Hattoki Boeing samolyotlarini ham Qanot Sharqda ko'rishingiz mumkin. Va nihoyat 1-o'rinda esa o'sha mashhur va hamma biladigan O'zbekistonning milliy aviakompaniyasi Uzerways, ya'ni havo yo'llari. Yiliga 40 mingtadan ko'proq reyslarni amalga oshirib kelmoqda va o'zini 50 tadan ortiq samolyotlari mavjud. Uzerways hozirgi kunda O'zbekistondagi eng katta aviakompaniya hisoblanadi va eng katta Boeing 747 samolyoti ham aynan shu yerda mavjud. Endi sizga savol, siz yana qaysi aviakompaniyalar haqida bilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.